aytadi. Kvadrober nima Ever ustalik egasi degani zakonni kasbi. Dada mahallaga nomimizda chiqaraman. Rahmat, bizni mahallay nomimiz chiqadi. Sanlarni sog' salomat. Yurmachak, yur. Ana seni ham o'g'lingga yaznash bir kvadrober bo'lsa bir ustalik egasi bo'laydi-da. Alo, ha. Sen o'g'ling qamaluvda? Bizda o'g'ilcha kvadrober bo'lib ketdi, oshkut. Bizda o'g'ilcha kvadrober bo'ldi, ha, hamsiyalar. Hamsiya yurak yorilib, tam skor jo'qiringlar, bu o'lib qolmasin. Bitta pazarni ham jo'qiringlar. Ket var yonibdi. Atlo sen o'g'ling bu yoqdan bo'lmaydi, danga. Ajonajon bir maslahat. Kvadroberlik uchun bu qo'yibdan bir nima bo'lib kallagan. Dada shuni o'taring. Nima bo'lib? Mana. Bus Bobik deng. Bus Bobik. Ekspertlar fikricha, kvadroberlik bola o'ziga hayvonlarning agressiv harakatlarini qabul qilishiga, Yazla pullo. Buni ham ko'r. Bah. Ha, Bobikjon. Ha dada, almochasi yopsizmi? Yo, sizni bog'laymiz bacham. Men siz kuchukku. Kuchukda yashashingiz kerak. Axo deysizmi? Och qo'llam. Ha, kechagi suyaklar bo'yshalarni beraman. Qilib uyda quyruqlab yurasiz. Kuchukku siz. Va kvadro. Kimsiz? Bo'mrodman. Ana shunday, bo'mrod bo'lib yashang jonim bacham. No'xuz eshak bo'lsangiz, ana bu taxt turibdi. Eshak bo'lsa zuyar kuraja bo'laydi-da bu. Заработан потом и кровью.